O'zbekiston Kubogi bahslaridan reportajlarni davom ettiradi. Kecha biz sizlar bilan birgalikda bevosita 65 kggacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilarning saralash janglarini kuzatib bordik. Bugun ham sizlar bilan birgalikda bevosita mana shu vazndagi finalchilarni aniqlab olamiz. Bosqichma-bosqich qiziqarli janglar hammasi davom etyapti. E'tiboringizga biz ham namoyish etishda davom etamiz. Pahlavon Nabiyev, Andijon viloyati vakili, ko'k burchakda jang olib boradi. Uning raqibi Husan Razoqberganov, Toshkent viloyatidan. Ushbu sportchi